Demak, 2026-yil avgust oyidagi yangiliklarimiz. Hurmatli obunachilarimiz, videomizdan maqsad shu 2026-yil avgust oyida kelgan yangiliklar bilan sizlarni boxabar qilish. Bu yerda bolgarkamiz, treshotkamiz, vintavert, shurpavert, polirovka apparatimiz hamda sabelniy pilamiz yangilik sifatida kelgan. Hozir bularning barchasini birma-bir qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Ketdik. Birinchi mahsulotimiz sabelniy pila. O'zbekchasi sabel arra bo'ladi. Modeli EPS1200 250 texnik xususiyatlari 220 ga ishlaydi, 1200 quvvat, 1 daqiqada aylanishlar soni 3000 marta. Taxtaning kesish chuqurligi 250 mm, alyuminiyning kesish chuqurligi 20 mm ni tashkil etadi. Mahsulotimizning kafolati EPA kompaniyasi tomonidan 12 oy muddat etib tayinlangan. Tashqi xususiyatlariga keladigan bo'lsak, uskunamiz yetarlicha yengil. Mana bu qora qismi qo'lni terlatmaydigan, qo'lga botmaydigan, yumshoq, qo'lga yoqimli bo'lgan rezina yopishtirilgan. Bunisi qizil tarafi esa plastmas va o'rtasida mana bunday antivibratsion sistemasi bilan jihozlangan. Qo'lingizga ortiqcha yuk kelmasligi uchun va qo'lingizni toliqtirib, bilaklaringizni toliqtirmasligi uchun. Uskunamiz shotishniy instrument hisoblanadi, ya'ni vaqti bilan shotkasini almashtirib turish kerak. Komplekt qismidan nimalar chiqishi bilan tanishib chiqamiz. Boksda bo'ladi bu. Ko'zoynak, artgich, uskuna yo'riqnomasi konvertda chiqadi. Bir juft qo'lqop, rezina, maska va uskunani bir joydan ikkinchi joyga qulay olib o'tish uchun mana bunday juda ham sifatli bo'lgan sumka. Navbatdagi mahsulotimiz polirovka uchun mo'ljallangan burchak silliqlash uskunasi. Modeliga keladigan bo'lsak, EPM 180-5. Texnik xususiyatlari 1300 watt quvvat, disk tushadigan diametri 180 mm, 1 daqiqada aylanishlar soni 600 tadan 3000 tagacha 1 daqiqani tashkil etadi. Shnurimizning uzunligi 2 metr ekan. Buni ham kafolati EPA kompaniyasi tomonidan 1 yil etib tayinlangan. Xo'p, tashqi ko'rinishi va nimalar bilan jihozlanganligi haqida gaplashamiz. Bu yerda zashtasi bor va zashta tagida alyumindan bo'lgan pachivnik qismi, o'rta qismi plastmas hamda dasta qismiga mana bunday protivudarniy, qo'lni terlatmaydigan, qo'lga botmaydigan rezina yopishtirilgan. Aytgancha bu yerda oborotlarni sozlash tugmasi ham mavjud. Eng past tezlikda 600 tagacha, eng maksimal ko'rsatkichda 3000 marta daqiqasiga aylanib beradi. Knopkalari va kabelini aytib o'tdik. Xususan texnik xususiyatlari shu. Komplektatsiya qismi bilan tanishamiz. Aytgancha komplektatsiya qismida mana bu polirovочный gubka qo'shib berilgandi. Bu bir. Ko'zoynak, bir juft qo'lqop, qo'shimcha dastasi bu yerga o'rnatiladi. Artgich, shuncha narsa. Niqobi, uskuna yo'riqnomasi va qo'shimcha ko'miri. Aytgancha uskunamiz shotishniy dvigatel bilan jihozlangan. Shuning uchun bu yerda zapasli ko'miri bor. Va ключ. Uskunamizni xarid qilmoqchi bo'lganlarga hoziroq epamarket.uz onlayn saytimizga kirib turib 805 ming so'mga hoziroq xarid qilsangiz bo'ladi. Navbatdagi modelimiz 5 shotishniy bolgarka modeli MSH C2-A125. C2 degani case'da bo'ladi degani va ikkita zapasli batareyasi bo'ladi degani. O'zi bilan ikkita bo'ladi degani. Xo'p, texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, 20 volt 4 ampere chas litiy ion batareyalar bilan jihozlangan. Shunday batareyadan ikkita bo'ladi. Disk tushadigan diametr 125 mm, 2000 tadan 9,5 mingtagacha 1 daqiqada aylanadi. Uning ustiga bitta oborot legirovkasi ham bor. Xo'p, tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, alyumin korpus, bu yerda
Bosh qismi alyumindan bo'ladi. Va ko'rjuqga e'tibor beringlar. Oson yechiladigan ko'rjuqdan oldilaring, o'tirib bitta yengil harakat bilan chapga qilsalaring bo'ldi. Siljimaydigan darajada zashta ko'rjuqi o'rnashadi. Antivibratsionniy rukoyatka, dasta qismi qo'lni terlatmaydigan, o'sha qo'lga botmaydigan, juda ham ushlashga yoqimli va qulay bo'lgan protivudarniy rezina bilan qoplangan. Og'riq keladigan bo'lsak, juda ham qulay, qo'lni toliqtirib qo'ymaydi, ishlashga yaxshi. Yuqorida aytganimdek, brushless, ya'ni beshotishli motor bilan jihozlangan va eng buni fishka tomoni kickback kontrol bilan jihozlangan. Misol uchun, mabodo ishlab turganlarida agar kesuvchi disk biror joyga tiqilib qoladigan bo'lsa, disk sinib ketmaydi yoki qayrilib ketmaydi, shunchaki kickback kontrol buni to'xtatib qo'yadi. Kickback kontrol. Ushbu uskunamizni Apple kompaniyasi tomonidan 12 oy kafolati mavjud. Endi esa uskunamizdan qanday komplektatsiya chiqishini ko'rib o'tamiz. Mana bunday birinchi o'rinda sifatli, juda ham chiroyli bo'lgan case bilan jihozlangan. Xolasalaring bunaqasi ko'tarasizlar. Xolasalaring esa bunaqasi ko'tarasizlar. Ichini ochganimizda ichi alohida dunyo. Tada! Desvet yarqilab ketadi, ko'zni kamashtiradi. Hop. Uskuna yo'riqnomasi konvertda bo'ladi, xuddi ichida bir dunyo pul bordek. Salapanlar, uskuna artkichi, qo'lqopi hamda maskasi hamma bitta joyda. Bolgarka shovqinli uskuna bo'lganligi uchun mana bunday quloqchinlar ham chiqadi. Quloqqa taqib olib, bemalol komfort ishlash uchun uskunamizni yechib qotirish uchun, diskini yechib qotirish uchun ключ, yuqorida aytganimdek yana bitta 20 volt 4 ampere chaslik batareyka va mana bu zaryadning kattaligini qaranglar. Bistro zaryadkani. Fast charger 4,5 ampere 20 volt litir ion. Va mana bunday ochki. Bir dunyo narsa chiqadi ichidan. Navbatdagi modelimiz ancha qiziq narsa, chunki bu Apple tarixidagi birinchi mana bunday uskuna bo'ladi. Bu akkumulyatorная угловая трещотка. Bu asosan труднодоступное место, ya'ni ishlash juda ham qiyin bo'lgan joylarga kirib turib yechib qotirish ishlarini amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Modelimiz EAGT C2 1650 C2 degani case'da bo'ladi va mana bunday 16 li batareykadan ikkita bo'ladi. Texnik xususiyatlari: batareykasi 16 voltli 2 ampere chas litir ion batareykasi bilan jihozlangan. Maksimal newtonometri 50 newtonometr, bir daqiqada aylanishlar soni 0 dan 400 gacha. Tashqi ko'rinishidan gaplashsak, uch qismi alyumin, bosh qismi ham alyumin va bu yer qizil qismi o'sha protivudarniy rezina yopishtirilgan. O'chirib yoqish tugmasi, bu yerda LED lampalar hamda uskunani akkumulyator qoldig'ini ko'rsatib turuvchi indikator va bu yerda kim bo'lsa uskunani ishlatib olmasligi uchun qulflab qo'yish hamda ochish tugmasi. Bu hozir ochiq turibdi. Bunday qilsalaring qulflab qo'yadi, bosilmaydi. Ya'ni shogirdlar va yosh bolachalardan saqlanish uchun. Aytgancha uskunamiz invertorli 5 voltli motor bilan jihozlangan. Kafolat muddati Apple kompaniyasi tomonidan 12 oy etib tayinlangan. Uskunamizning komplektatsiyasi bilan tanishamiz. Bu ham mana bunday juda ham chiroyli, elegantli bo'lgan plasmas case'da bo'ladi. Ichini ochamiz. Doimgidek uskuna yo'riqnomasi, bir juft sifatli qo'lqop hamda artgich uskunani ozoda tutish uchun 16 volt 2 ampere chas qo'shimcha batareykasi, fast charger 3.6 lik bistro zaryadkasi, quloqchinlar bir juft va uskunani ko'zingizni ehtiyot qilish uchun mana bunday ko'zoynak.
Xususan shu. Ushbu video obzorimizdagi so'nggi ikki mahsulotimiz bu akkumulyatorli udarniy ventavert hamda akkumulyatorli udarniy gaykovert. Akkumulyatorli udarniy ventavertdan boshlaymiz. Modeli EAV B1 1655. B1 degani mana bunday boksda bo'ladi hamda mana bunday batareykadan bir dona bo'ladi xolos degani. Tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Yangicha qizil qora kombinatsiyadagi rang bilan jihozlangan, ushlashi hamda qo'lda turishi juda ham ixcham, yoqimli. Oldida treshotkalari bor, oldi qismi hamda orqa qismi alyumindan, o'rta qismi esa mana bunday plastmasdan ishlab chiqarilgan va bu yerda protivudarniy qo'lda terlatmaydigan rezina yopishtirilgan. Texnik xususiyatlaridan boshlasak, 55 Nm, 16 voltli 2 ampere chas litiy-ion batareykalari bilan jihozlangan, invertorli 5 cho'tkichli motor va tezligi ikkita. Birinchi tezlikda 0 dan 500 gacha, ikkinchi tezlikda esa 0 dan 2100 martagacha bir daqiqada aylanib beradi. Momentlarni cheklash treshyotkasi 20+1. Bu yerda turli xil nasatkalarni oson yechib qotirish uchun beta держатель bor. Shunday chiqarasizlar, o'rnatasizlar, bitta qo'yib olasizlar, mahkam ushlaydi. Bu yerda ko'zni qamashtirib yuboradigan bahaybat projektorlar va yon qismida esa batareyka qoldig'ini ko'rsatib turuvchi mana bunday zangor chirog'da yonadigan batareyka indikatori. Uskunani o'ngga hamda chapga aylantirish uchun xizmat qiladigan tugmalar va bu yerda bosqichma-bosqichli uskunani ishga tushirish uchun mo'ljallangan tugma. Sekin bossangiz sekin aylanadi. Oxirgacha bossangiz bor kuchi bilan aylanib beradi. Xususan shu uskunamiz Apple kompaniyasi tomonidan 12 oy muddat kafolat belgilangan. Xohlovchilar ushbu uskunamizni hozirroq applemarket.uz onlayn saytimizdan 740 ming so'mga buyurtma berib xarid qilsalar bo'ladi. Endi komplektatsiyasiga to'xtaymiz. Yuqorida aytganimdek, mana bunday boksda bo'ladi, ya'ni korobkada bo'ladi. Ochamiz. Ochganimizda bizda mana bunday konvert kutib oladi. Konvert ichida pul yo'q. Konvert ichida uskuna yo'riqnomasi bo'ladi. Uskunani qulay transportirovka qilish uchun mana bunday sumka, sifatlisi, ko'z o'ynagi, artkichi, qo'lqopi hamda niqobi va bistro zaryadkasi. Lithium charger 20 volt 240 50 Hz 17,5 volt 1,5 amper bistro zaryadka. Va xohlovchilar uchun mana bunday quloqchinlar tiqib olib bemalol shovqinsiz ishlash uchun mo'ljallangan. Nasatkasi ham bor ekan. Keyingi mahsulotimiz akkumulyatorli udarniy gaykovert. Modelimiz EAV C2 C2 deganimiz mana bunday case'da bo'ladi hamda bunday batareykadan komplektatsiyasida ikkita bo'ladi degani. Texnik xususiyatlari 360 Nm. 360 Nm bu rostdan ham dahshatli ko'rsatkichlar. 16 volt 2 ampere chas litiy-ion batareykalar. Mana bunday batareykadan ikkita bo'ladi. Invertorli 5 cho'tkichli motor. Bir daqiqada aylanishlar soni maksimum 2600 marta va bir daqiqada zarbalar soni maksimum 3600 martani tashkil etadi. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, oldi qismi mana bunday alyumin bilan jihozlangan, orqa qismi esa plastmas hamda ozgina protivudarniy rezina yopishtirilgan. Qo'lga juda ham qulay hamda yaxshi o'tiryapti, o'rnashyapti. Qo'lni terlatmaydi, qo'lga botmaydi. Protivudarniy rezina yopishtirilgan. Bu yerda ko'zni qamashtiruvchi LED lampalar hamda batareyka qoldig'ini ko'rsatib turuvchi indikatorlar bilan jihozlangan. E'tibor bersalaring, logotip bo'rttirib ishlab chiqarilgan bu yerda. Uskunani o'ngga hamda chapga aylanish uchun xizmat qiladigan knopkalar va bosqichma-bosqichli knopka. Sekin bossangiz sekin, tez bossangiz bor kuchi bilan aylanib beradi. Bu yerda 3 ta tezlik bor. Yuqorida knopkasi bor mana. Birinchi tezlik, ikkinchi tezlik hamda eng katta tezlik, uchinchi tezlik va reverse qiladigan bo'lsangiz, ya'ni biror narsani qotiraman yoki aniqroq bo'shataman deydigan bo'lsangiz, bu yerda avto stop funksiyasi bor, ya'ni bitta bossangiz
sirasi to'xtaydi. Bu nima uchun kerak degani, ya'ni birorta gaykani bo'shataman desangiz, qarshilik sezishni to'xtasa, sirazu uskuna to'xtaydi, ya'ni gaykani bir joylarga otib olmaydi. Shuning uchun xizmat qiladi. Uskunamiz EPA kompaniyasi tomonidan 12 oylik kafolatga ega. Turishiga, tashqi ko'rinishiga, yangi dizaynga o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Servisdagi usta akalarimizga juda ham qo'l kelsa kerak. Keysimizga o'tamiz. Anora komplektatsiyasiga. Uskunamizni ochishimiz bilan mana bunday konvert kutib oladi bizni. Salapani, artgich, qo'lqop hamda niqobi, ko'z o'ynagi, quloqchini, zapasli batareykasi va bыстро zaryadkasi. Uch 6 amperlik fast charger. Bitta nasatga bor ekan. Va xususan shu. Vizual zonamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz qisqacharoq bo'ldi, chunki videodan maqsad shu avgust oyida yangi sotuvga chiqqan mahsulotlarimizni keldi sotuvga chiqdi degan ma'noda sizlarga yetkazish edi. Agar shularning ichidan qaysi birinidir alohida batafsil videosi kerak bo'lsa, shu videoning tagiga izohlariga yozib ketsangiz, albatta keyingi safar o'sha mahsulotimizni videosini olib chiqamiz. Videomiz manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yasizlar va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.